Selamünaleyküm dostlar. Bugün videomuz tavuk için ketek. Keteklerimizi razmeyelim. Birge bir, balandiyem bir, yonğuyem bir, 4 burchak, hamma tomoni birge bir yasalgan. Hozir ukuloni bor 5 cm. To'qson besh ekan, 1 metr oldi, 1 metr orqasi 95. Oltda karmışkalar bor, mana karmışkalarni o'qib qo'yibmiz. Üzerinde ochko'zan tulki degan narsa bor, shuning uchun yopilgan. Yopiq yerlarda ochib karmusha qo'ysa bo'ladi ekan. Mana bu yerda kattasi bor, kattarog'i. Bu 1.85 ga 1 metr. Balandligi ham 1 metrga 95. Mana bu karmushkalar yopilgan. Bunga karmushka qo'ysa bo'ladi. Bu yopiq yerlarda bo'ladi. Dasht zanonlarda tulki, ochko'zon degan narsa bor. Ularga bo'lmaydi. İçerisinden İçerisinde yine karmışa koyatkan şey var bu. Deşten ola. Ben bilgim karmışa koyatkan şey var. Şey kalınma. O sitkas kesiladi olmadı. Oldu. Bu katta razmi narxi 1,5 million so'm. Hozirgi kunda 11 mart 2025 yil. Narxi kichkinasi narxi 900 ming so'm. Mana bu narxi 900 ming. Oluvchilar bo'lsa telefon nomerlarini chiqarib qo'yamiz pastga. Telefon qilaveringizlar do'stlar.